şoymen. İşigim isil canıma helen derler şoymen. İşigim isil canıma helen derler şoymen, şoymen. Ayrılıp gideydim, üzülmeydi köngül içtim. Dostum amay, yar aman, yani det elemler yaman. Canavar. Bayakka mağalı, bayakka. Korkma, bayakka mağalı, bayakka. Gene mağalı. Bayakka. Bu ya, nime degen sürlük? Canavar, keş kirip qaptı. Bugün akşam üylüklerge hamra bulup, müşahede konup qalaylı. Bizden ama ahir keladigan yerimiz muşu boğandın ken. Qani.
Tazımı sət boldu. Qaranqoda seni beka avarçılık kısaldım. Ben Xudayının yoruq günüde bu xurcunumdan bir nimi tapamayman o. Sen qaranqı tünde bunundan nimemi tapalasa bulam. Toxta balam. Qaytıb gel, beka acıqlıb düşsə. Toxta! Bana gördün mü? Ben hem yege özemden karavullarını koyup koygan. Hem de kaçıp çıkıp gidemeyse. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm esselam. Muşu salamağını burarak belgen bolsan. Sen muteş, ben muteş, bu xurcun mu teş? Eşekimi teştirgan bulattı. Qara seni. Şundaq çeçen balı turup eşekten imanda qoqsa. Sen zadı nemiş qıldığın bala? Demiş kıldığın ne? Boyattın köydünüz ku. Onu köydüm. Sen her daim quruq konu xurcunni maldalaplı yürüydü ikense. İşçide birine esbağım ikin deptimin. İşçide bir nemesi var adam. Şəhərə kirib sarayğa düşmək. Sərətqalıq kirib konu qəvrdə qonam dike. Sine uyun qayada? Gün qayadı keş bolsa şu yedi. Andaq olsa bugünkü senin uyun bana muşadı. Bana bugün həmrah boğun. Bolamdı, ha? Makul. İsmin nime? Telev aldı. Seni kim telev aldı? Anam bile dadan bulmam dedi. Telev aptıyı. Bırak öz gidip kaptı. Ondaq olsa Xudayımdan başqa hiç nəsəm yox degine. Bırak Xudayımdan ben bile karı yok. Ha? Sen xeyli gəpçi oxşamamsa. Televalda axın. Ata anasız, öy makansız yürüydü gençlerde. Ha? Oylap baksam, yigen nenimden, yigen taygımcıqrak optu. Qosuğun qandaqraq. Öttigen doğu tamak yigen, her halda tayak yemegenimge şükür kılıp toğşuruptu men. Eli xurcunda bir parça qatıqla battı. Bir çögün su tepilsi o. İkimiz qosuğumuzda azraq yemlep alıptık. Su tip geleymi? Tövendi bulaqpa. Qaçıbımız qandaq qılımız? Amalını kılımen.
Özlerge nime kerek aça? Kim senin açanken? Sizler meni nime kıldayla? Koynundaki pulga yaraydigan näslerini çıkar. Hocun çapan çarağını taşla. İşigini kaldırıp hazırının özlü közüne kayıp bol. Koynumda pulgu yargıdek bir näsem yok. Hurcunumni körüp ekin. Onu cezmen taşıyıp etsiz. İşigim hakkında gep açmam. O bana pek sürür. Hemini kaldırsa. Oğru olsan insaf bilen bol. Kazınla alsan tuğukunu koy degen gep ba. Hemmini asınız mı işigim ösemke kalsın. Mening bika gep bilen hoşam yok. Aça, kulun tatkın, bu efendi. Ondaq bolsa, hocun bilen işigini eli var. Özünü yenikletip yolgu siliver. İkinci bizning pallanıldıgan joyimizga kegchi bolmusun. Yok aça, bu kishi obda adam. Hey, bu ay bu kunlarda obda adam nemish qilsin? Hamiz obdan bo'p ketsa, sen bilan men mush kunga qalamdiq. Ondaq demang. Obda adamlar köp. Yama adamlar az. Ondaq bolsa biz yaxshi odammi? Yaxshilarni yaxshi degil olmaydi. Biroq sizlarni yomon yo'lga sag'an ashu ozgina askilar bo'lishi mumkin. Rost aytdi. Qani o'zingizning ismingiz nima bo'ladi-ki? Turar joyinglarchi? Mening ismim Hösnarxon. Erim Qasım Qaraqchi o'lgandan keyin uy makkansiz qoldim. Bu bala sizning nimangiz bo'ladi? U yetim. Amal yo'q, mushundaq tirikchilik qilib yuribdimiz. Sizlar qanday qilib bu yo'lga kirib qoldinglar? Deb kelsak, gap usul. Men aslida bir yaxshi oilaning bolasidim. O'zim kichigimdilla ota-onamdan yetim qilib, 14 yoshimda o'z yurtimizdagi 30 yoshlik ishonga uning mo'rtlari tarafidan nasr qilindi. Nechinchi xotini qilib berilganligimni o'zim bilmayman.
Men qeçip İşanның hoylisiga bardım. Lekin oylamagan yerden. Şundan bu yan. Dünyadaki hamma kishilarga o'sh bo'ldim. Faqat meni qutqazgan Kerimdan boshqa. Men amalsiz ikkinchi qitim taqqa chiqishga majbur bo'ldim. Ham Qosim degan qaroqchiga xotin bo'ldim. Shundan boshlab Kerim bu yerdan ketib qoldi. Uzun o'tmay Qosimni qo'lga oldi. U turmada o'lgandan keyin tirikchilik uchun o'g'irlik va qaroqchilik yo'liga mangdim. Taң ataydap qapты. Bu yerda o'ltiravermayli. Shaharga kirib, aram olayli. Ketib oldi. Ha? Sen shaharga kirib, obdaraq saroyni tepib, paxlandan birini al. Men sizlarni mehmon qilay. Bo'lamda. Aka, pulni manga ber. Mang, tez berib qo'lingni ish qilsam. Aram yesak, Xudo ravo ko'maydi. Nasbasidir. Halolligimiz yaxshi. Bizning ishimizga aralashma. Mang, chapsan berib qo'lingni ish qilsam. Ma'qul. To'xta. Mayaqqa. Bana al. Mo'shnamga al. Mana. Biz mo bir aqetim halaldan kelgan paxlanni yeb baqayli. Ozroq samirib qolamiz. Mangay. Ben ketmemse. Agar yeningizda muncha ko'p pul borligini bilgan bo'lsam, allaqachon sizni yenikletib yo'lga solgan bo'lardim. Menmo shuni sezib, yenimni quruqdab qo'yamdiki deb, kechicha ko'z yummay o'tirdim. Qiziq parang solgan odam ekansiz. Birdamda qo'yni o'ltirib, hammani joylab bo'psizlar-da. Nayt yaxshi bo'pti. Go'shtni biz ham qoldirmay, hammani qozonga selinglar. Kızım, sen biraz aramak dur. Göç pişkanısını çakırma. Hiç nime yegim yok dada. Ondaq deme kızım. Kapılıqda tönügünden beri bir işlem namı yemedim. Onda kısan ağırıp kalısan. Hiç bulmaganda şort bozum işken, ha? Öznerhan? Nime? İsmi Öznerhan iken? Bu qizning ismi-mi O'snarxon ekan-da? Öznerhan? Sarayvan. Bu qizga nima bo'ldi? Bechora kızım.
Bu mening yolg'izlik qizim edi. Bari yo'q besotimdagi boylig'im mushul edi. Onasi o'lib ketgan. Kutilmaganda beshimizga bir bola ko'mtirilib keldi. Zada nim bo'ldi? Ahvolni bir tapaqsizlar, qo'limdan kelishicha yordam beray. Buningga hech kimning qudrati yetmaydi. Eng yaxshisi so'rmaydi qo'ysizlar. Efendik ha? Ha. Göçüp şey dep kaldı. Qara. Bularning beshig'i kun tushganda qiladi. Nim qarimiz. Qo'sig'imizni to'yg'izib, yo'limizga mangmandoq. Yo'q. Yursizlar. Kechrak maqsaqmi bo'ladi. Tilib oldi. Ha? Sizlar eliqi O'snarxon degan bo'lamla? Davering. Qaraqchi. Qaraqchi O'snarxon. Ha. Tova xudoyim. Sizlar bu yerga qandoq bo'lib kirib qoldilar? Bu menga dard ustiga dard bo'ldi-ku. Sizlar darhol bu yerdan chiqib ketsizlar. Men sizdan xo'sh olay, ha? Sizlar bu yerdan chiqib ketsizlar deyman. Sizlar uncha qo'rqib ketmisizlar. Bu ayoldan sizlarga hargiz ziyon kelmaydi. Shundaqdimi, boshqalar anglab qolsa, mening ish o'qitimga ziyon yetamikin deyman. Bu mochiq chapatatgan bechora ayol. Amalsizlikdan qaroqchilik yo'liga mangan. O'zi oq ko'ngil ayol. Sizlar meni qandoq tunaylar? Men sizni ko'rgan. Enimmo sizning gaplarini qilib bergan. İnilari kim bo'ladi? Enimning ismi Kerim. Kerim. Ocha, sizni qardan qochirib atgan hiliq odam bo'lmsin yana. U hozir qayerda? Bu ishidan yongan. Efendim, qani yuqori o'sla, yuqori o'sla. Rahmat. Qani. Qani. Tatinmay o'ltiringlar. Qani, Ma'zay baqash o'ltiringlar. Enim shundan keyin yaqin yurtlarda yurdi. O'z yurtimizga qaytib kelgili 2 yil bo'ldi. Ko'zni yumib ochqicha. 30 yil o'tibdi. Shundan keyin bir qitim ko'matdiman. Shundaq. U doim degidek silini og'izdan tushamaydi. Qizimga O'snar degan ismni enim Kerim qo'yib bergan. U texi meni unutmabdi-da. Qaraganda biz hammamiz o'z kishilar ekanmiz. Shundaq. Baqirsa, sil berib bak. Chaqirib kelsin. Ma'qul. Qani, go'shtni issiq deyli. Men berib kelaman. Baqirsa. Sizlar berib O'snar qiznimi chaqirib asizlar. Go'shtni issiq deyapsiz. Obdan. Onda olsa bu go'shtni taqsimlashni boshlaymiz. Ay, qo'ling tat. Senza. Qani sizlar aytinglar. Bu go'shtni puhrochi taqsim qilamdu, podshochi taqsim qilamdu. Podshochi taqsimlaymiz. Podshochi taqsimlaymiz. O'snarxon, sizcha qanday taqsim qilsak bo'la? Ocha,
Muşularning degini bo'yicha bo'lsin. Bo'ladi, podshohchi taqsim qilaylik. Amin. Xudo barkat bersin. Mana bu qo'yning kallasini Sarayvan akimiz yesin. Mane Vesnarxon yeydi. Elan. Telib oldi tutdi. Mavgush samataydi. Ala. Bu qandoq taqsimot? Bir kun kechgacha men ishab boshlasam, men qog'ini mushuma. Mana bu podshohchi taqsimot. Ba'zilarga shundoq az, ba'zilarga shundoq jiq. Ishlaganlarga hech narsa yo'q. Qaranglar. Kim keldi? Kerim. Vesnarxon. Burilay ishonib qudar ketdi. Mabdigina askeraklarni tushiringlar. Voy. Qani, marhamat. Nima degan jiq to'yliq bu? Voy. Anglasak bu qayerdan to'rt xotin var ekan. Xotin o'tolmaydi bu. Bu ishon hocam 4 qitim o'ldi bo'lgan, ma 5-si. Sarayvanning qizi an 14 yosh kirib demish. Ansaq bu 70 oshgan saqliq oq kirgan qiyr ekan. O'shunaq. Vesnarxon. Kerim. Vesnarxon. Qandaq? Bu narsalar azob qilmagandı? Men bu to'yliqni qabul qilolmayman. Har qaysilari bizga xayrixohlik qiluvchilar. Sizlar Nurulloh hojamga deb qo'ysizlar. Mening qizim Vesnarxon texnik kichik, eshon pirimizning xizmatida bo'lolmaydi. Ondaq demisizlar. Qiz bola degan tomoq bilan ursishi qilmasalar, erning xizmatiga yoraveradi. Shundaq. Begimning nazari silning qiziga tushibdi. Hazratimning iltifoti g'animat. Bu savobli ishdan hargizmi chatnimislar, shunda qizlar. Ras aytdi. Ras, mana to'g'ri. Buningdan 30 yil burun inri talishib olinmagan shahar chetidagi bog'liq o'yliga ishon hazratim qizlari Vesnarxon uchun peshayvonu salasunliq imora silib, jobduq tayyorlab qo'ydi. Bo'pti. Tayyorlik bitibdi-misa. Xayrlik ishni kechiktirmayli. Meningcha sizlar ma'qul kaslar. Qani, duo qilib beslar. Bo'ldi demisa. Ilohi amin. Oxiratlikda kuyovli bilan kelin inoq va muhabbatli o'tgay. Alloh. Yo'q. Men xo'shab ketay. Unda qilishimizlar. Bu ishni o'ylashib ko'ray. Yo'q. Bo'ldi, endi gapni so'zmayli. Duo qilinib bo'ldi. To'y ishi bekitilib bo'ldi. Tushdan keyin qizni ko'chirib olib beramiz. To'y va nikoh ishlarini kuyovlining oromgohiga berib, shu yerda o'tkazamiz. Endi sizlar shuni tayyorlab qilsizlar. Bu endi shundoq bo'lsin. Nurulloh ishonning xonimi, sizga xush xabar. Efendi. Chaqchaqni oyimay qildigan odam kalla. 30 yil burun qo'n xamanni so'rmisizlar. Bu chaqchaq emas. Nurulloh ishon odam avatib to'yliq kirgizibdi.
Onun sırtıda nikahını yengilisak depti. Eliki Kerem'nin koludan tatıp ağan bağlıq hoyluğa sizge atap pişayvallık yoğan kılıp öy sağızıptı. Hey efendi, o qeyri oğrunun alımen degini Sarayvanның kızı Hösnar kız. Nimdeydikin depti men. Sülünün demekçi boğalları ikisini almaştırmakçı mı? Şundak. Bu en yaxşı fırsat degine. Eğer o qeyri tuyup qasçı. Hey. Kızıq gipin vaki. Nikahını okup boğandın keyin şeriyat qaydısıga uygun da. Çendin mi? Menin qısas alıdığan günüm ketdi de. Özerxan, siz uyega bara bağmayla qaramlıq qısınız. Bizden planımızı buzuyutsuz. Men üçümdənlə eli varsam. Ölsəm rast. Ondaq demen aça, siz ölsünüz. Kerim kam qanda qıldı? Hı? Mağa ne? Oy! Efendi. Kalede pasla. İşanığa nimaç öşkiyağları erip gidiyordu. Kerim. Sizge nim boldi? Akamga toyluqni qabul qildirib, qizini o'tqishtiribla. Mundaq degen Kerem bukam. Mening mundaq qilganim yoshlarning baxti uchun emasmi? Nima? Baxti? 14 yoshlik qizni 70 yoshlik qariga berganlari bu yoshlarning baxti uchunmi? Hey, Keremcan bukam. Men kichik Hösnar qizni İşan qeyriga berayli demedim. Mening bu yerda demakchi bo'g'inim. Nurullah işanğı tegmekçi boğan mani men. Siz aşu qariga tegmekchimi? He. Yo'q, hergiz bo'lmaydi. Toyluqni akab bo'ldi. Keremcan uka, endi ikkisining birini bermay qutulolmaymiz. Çoğumu bo'lmasa, kichigimi bo'lmasa, men tegayamiz. Toyluqni yondirib o'timiz. Bu to'yni hergiz qilib bo'lmaydi. Yo'q. 30 yıl kütüp bugünkü kunga aran eriştim. Bu qitim o qeyrni hergiz boş qo'ymayman. Şundaq, efendim kamdan degini boyunca iş qılaylı. Undaqda men Fukam Keremcan, men senin işini oylab qo'ydim. Öy joyimi o'zanga qaytidi. Bu yoqmi sening bo'ldi. Bu yoshlarning baxti uchun deganlik emasmi? Ha? Qanda? Efendim kam to'g'ri aytdi. Bek yaxshi bo'ldi. bu ish qanday ola? Keremcan Fukam, qani sinab ko'rmaymizmi? Hay. O da kımalı deymen. Estağfurullah.
Onda kamala deymen. Boldu. Boldu kılınla. Boldu kılınla deymen. Onda kamala. Estağfurullah. Bu kanda hop getkini. Boldu deymen. Boldu. Armağla minandan talak. Min talak. Közümde yok oluş. Nişan kilik gibi batırdı. Estağfurullah. Boldu kapı bu manla. Boldu kılınla. Boldu çıkalım manla. Boldu. Çıktın la. İnnehu gafurur rahimul cevvadul kerimul aliyyul azim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murseline velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Amin. Allahu Allahu Ekber. Ekber. Kene kız tarafının vakili. Ben. İsmim Nesriddin Axun. Nasriddin Axun. Osnar büyüge vakalet birle şeriat-i Mustafa'nın ahdi nikah, kanun kaidelerine toluq riayet qilgan halda öz janibingizden mazkur Osnar bibini Hazreti Nurullah ishonga rozi va rag'ib bo'lib, ikki dunyolik halol jup bo'lishiga, ya'ni xotinlikqa qabul ko'rib berdingizmi? Bismillahirrahmanirrahim. Öz razılığım bilen Hösnarxanны Nurullah İşanğa xotulluqı berişni qabul qıldım. Özleri Hazreti Nurullah İşan Pirim aqidi nikahının 4 meşhur şartiga amal qilib, yuqorida zikr bo'linmiş mankuhaleri Osnar bibini öz emrleriga elib, xotinlikqa qabul qildilimi? İnşallah qabul qildim. Amin. Amin. Allahu Ekber. Canım xotin, jamollarini ko'rgim kelyapti-da. Yuzlarini bir asla men bir ko'ray. Ay xonim. Kerimka, ko'rib baqsizlar. Canım xotin, yuzlarini bir asla men bir ko'ray. Men silini deb mushu bog'liq o'yinni yasatdim. Uydagi esil jabduqlar hammasi siliniki. Canım xotin, yuzlarini qiya asla men bir ko'ray. Qarısla Özlerxan, silini deb 4 xotinni biroqla taloq qilib etdim. O'yla aram, mol mulklarni hammasini berib etdim. Oy xonim, gul xonim, ma'qul deb yuzlarini bir ko'rsatsa, men bir ko'rib olay. Undaq bo'lsa, bo'pti, hazratim. Ay xotin, yuzlarini bir ko'ray. Sen kim? Sen kim? Men sizning ayollari Hösnarxon bo'laman. Meni tanımadingmi?
Həcəb unduğaq bob qaplığı. Yo'q, yo'q. Sen Hüsnərxan emas. Men seni ömrümde fakat ko'rib baxmagan. Yo'q, tonudular həzirtim. Menin kalpığımның astadagi qar halim bilan peshonamdagi tatug'imni bir qitim bo'lsa-mu ko'rgan bo'g' etdilar. Sen zaten neymiş qilmoqchi? Ha? 30 yıl burun nikahlarga ağandılar. 30 yıldan keyin yana bir qitim nikahlarga aldılar. Men 2 nikahlık halal xotinlari Hüsnərxan bo'laman. Bu mu Xudoning iltifoti? Yo'q. Bu mumkin emas. Kəslə. Kiyimlərini sasla. Karvat qıçısla. Camalımğa qanğıdək bir tuyuvamamla. Qeni, teziraq, kemmemla. Adem baba, beni qutquzinglar. Oy, bizning cho'nki o'g'il. To'y ketsa, hojirlarda bo'lmay, bu yerda vaqirab-jaqirab jursizlar. Kishilar masxara qilmamdi. Sen kim bo'lasan? Mening yangi kuyovlim. O'zlarining qayni inilarini tanimayotgandilar. Bu neymiş? Bu zat neymiş? Sen menden so'rayapsan. Sen tepib bergan bala qaza bu. Men bu to'yni qilmadim. To'psla. Aldırmışlar. Azirte işan pirim. Bunda qizlari qandaq buludu? Baya sizi el jurt aldıda. Şeriat qoidalari bilan nikohlab halal olgan ayollari tursa. Bunda qizlari qamlashmay qolarmiki? Undaq bo'lsa, taloq qilib o'tay. Taloq qizlari bo'ladi. Biroq shariat qoidasi bo'yicha ayollarining mirosini berib o'tishlari kerak-da. Undaq qilishga bo'lmaydi. Taqsir, sababsiz taloq qilgan ayolni mahri haqsiz, iddat haqsiz, mirossiz uydan qo'g'lab chiqarsa, shariat qoidasi bo'yicha uni qanday qilish kerak, a? Çabuk git. Mening mushu aramgohimdan boshqa ishlarsam qomidi. Hammani 4 ayolimga bilib berib atgan. Undaq bo'lsa, Nurullo ishon pirim. Shariat qoidasi bo'yicha o'zlarini ep chiqib, chamma kesa qilish kerak. Ma'qul. Undaq bo'lsa, o'ylarim mol mulklarning hammasi Hüsnərxonga taalluq bo'lsin. Mana endi joyida bo'ldi. Qani amisa jamoat oldida o'z roziliklaridan bir parcha xat bitib basdi. Hey, tez berib xat bitgan. Xo'p, tez bo'l. Ma'qul. Ey canavar.
Biz olanın keynidin üygice ketivermeyli. Biz mo öz yolumuzga